O'zi kosmetologiyaga nima uchun qiziqib kirib qolganman va kosmetologiyani nimaga sevishim haqida bugun sizlarga to'liqroq ma'lumot beraman va nazokat kosmetolog o'zi kim, qanaqa ma'lumotga ega, qachondan beri shu kosmetologiya sohasida ishlaydi va o'qib kelgan joylari, malaka oshirishlari qanaqa bo'lgan degan savollarga javob beraman. Siz agar kosmetolog bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoyimni ko'rishingizni tavsiya beraman. Hop, adashmasam 2015 yoshlikdan qaytadigan bo'lsak, kichkinalik paytim, yosh paytim yuzim shunaqa tiniq bo'lgan, biror bir odam ko'rganda voy yuzing вообще zo'r ekan deb maqtashgan. Keyin menda возрастной 15-16 yoshga o'tganimda shu yuzimga bir dona ugri chiqqanda, yuzimda shunaqangi ugri toshib ketgan. Даже o'sha paytda Esmeralda kinosi bo'lardi. O'shandan sizlarga anaqa qilib ketaman. O'sha Lucio Malaverdaga o'zimni his qilib, qorong'i uylardan chiqqim kelmay, ko'chaga ham chiqqim kelmay, o'rtoqlarim chaqirsa ham bekinib yurgan edim. Keyin shu paytda onam meni dermatologga olib bordilar. Birinchi vrachga olib bordilar. Vrach aytdiki, oshqozonni yuvish kerak, ichini tozalash kerak. Hop, yotib lecheniya oldim. Keyin dermatologga olib bordi. Dermatolog tabletka yozib berdi, mazla yozib berdi. Unda battar bo'lib ketdi yuzlarim. Keyin onamga xolam endi sumda ishlardilar o'sha paytda. Xolam aytdilarki, "Davay siz qizingni" dedilar, "olib kelib bu yoqqa kosmetologga ko'rsatamiz va yuzini o'zi uhud qilib beradi" dedilar. Keyin mana odamlar unaqa narsalarga ishonmas edilar. Mana hozir ko'pchilik ham mana doktorga borish kerak deyshadi. To'g'ri, doktorga ham borish kerak, lekin estetika bo'yicha kosmetologga murojaat qilish kerak. Keyin o'sha kosmetologga bordim. Yuzlarim juda ham yomon edi. Uyalganimdan sharflarimni tashab, ochkilar taqib yurardim. Juda ham odamlardan uyalib ketgan. Даже maktabga ham bormay qo'ygan edim. Keyin shundan keyin maktab oxirgi bitiradigan yilim edi. Keyin shundan keyin kosmetolog meni yuzimni shunaqa uhud qilib shunaqa zo'r qilib berdi. Menga damashni uhud berdi. O'sha paytda kosmetologsa voy deyishardi. Keyin menga kremlari ham qimmat turardi. O'sha 2009-yillari eslasanglar 80 ming so'm, 100 ming so'm degani уже katta summa edi u paytda. Где-то raznicasi hozirgi o'sha $100 bilan shunaqa edi. $100 yoki $50 bilan adashmasam, chunki qimmat edi. Keyin onam aytdilar, qizimning yuziga yaxshi effekt bersa olib beraman dedilar. O'sha kremlardan kichkina idishchalarga solib berdi va kosmetolog damashniy hot uyda ishlatasan va meni oldimga bir haftadan keyin kelasan. Ishoninglar, o'sha dermatologda ham, vrachda ham ololmagan muolajalarimni o'sha kosmetolog meni yuzimni juda ham zo'r qilib berdi va men turmushga chiqadigan paytimgacha yuzlarim ancha yaxshi bo'lib qoldi. O'sha oradan yillar o'tdi. 1 yil, 2 yil, 3 yil. U paytda men davolamadim. Men unga 1 oyda o'sha 3 marta etapga borib berdim. Hamma aytganlarini qildim. U yog'iga yuzim yaxshi bo'lib ketdi. Vоспаленияларni oldini oldi. O'shanda men kosmetologlarga shunaqa hurmatim oshdi. Voy, kosmetolog zo'r ekanda, ayollar yuzini zo'r qilib berar ekan dedimda, ichimda bitta shu bir narsa o'tib ketdi. Keyin yillar o'tdi, turmushga chiqdim. Meditsina sohasida o'qishga kirdim, maktabni bitirdim. Maktabdan keyin onam meni majburlab meditsinaga kirgizdilar. O'sha paytda o'zim voyenniyni tanlamoqchi bo'lganman. Keyin onam dokumentlarimni ukollar qilasan, odamlarga yordam berasan, o'zingni farzandlaringni davolashga ham kerak bo'ladi deb meditsina sohasiga meni o'qishga dokumentlarimni topshirib qo'ydilar. Va men meditsina sohasida 3 yil o'qidim. Jinnixonada bo'ldim, Toshmiyda bo'ldim, eski, yangi Toshmiyda, yana klinikalarda, har xil detskiy больницаlarda, sanatoriy bormagan joyim qolmadi. Toshkent nevroxirurgiyalarida ham praktikalarni o'tdik. Hamma Toshkentdagi praktikalarni o'tdik va menda o'sha birinchi kursdan boshlab meditsinaga shunaqangi qiziqish ketdiki, meni yo'nalishim haqiqatda shu ekan, meditsina men uchun ekan deb o'zimni o'qishga berdim va praktikalarga ham o'qishlar. Meni 3-kursga o'tganimda Toshmiyga ishga chaqirishdi, chunki men venaga yaxshi tushardim. U paytda vena tomirga tushish juda ham qiyin edi. Keyin Toshmiyga ishga chaqirishganda adam aytdilarki, "Yo'q, qiz bola u yerga tegadi, Toshmiyga ishga kirish noto'g'ri. Hozir buni pul topadigan emas, turmushga chiqadigan paytda turmushga berdilar va men 18 yoshimda kollej 3-kursini bitirmasdan turmushga chiqdim. Turmushga chiqdim, farzandli bo'ldim, oilada bolalarim kasal bo'lganda menga meditsina sohasi juda ham kerak bo'ldi va men bularni o'sha yillar davomida ishlatdim. Keyin shunaqa voqea bo'ldi, o'sha bolalarim katta bo'lib qoldi, o'sha men ishlashim kerak. Qaynona ojonim aytdilarki, yoki dedilar, turmushingiz davomida ishlang, ishga kiring, mayli ruxsat beraman, o'sha meditsina sohasi bekor o'qimagansiz, davaychi ishlang dedilar.
Keyin men aytdim, "Yo'q" dedim. "Hozir anaqa meditsinada ishlashga to'g'risi qanaqa oyligi juda ham kam bo'lgan. Unda bordik, oyijon o'zlari klinikalarga olib bordilar. Qaynonam har bitta klinikaga borganimizda u paytda 300 ming so'm to'g'risi oylik menga xo'jayinim 300 mingni shundoq ham beradilar. 300 ming 400 ming medsestralarning oyligi o'sha 2015 mi? 2015-yilda medsestralarning oyligi shunaqa bo'lgan. Va o'sha 300 ming 400 mingga men ko'nmaganman. Yo'q, menga bu soha arzimagan oylik beradi. Ichimda to'g'risi o'ylayapman, oyijon o'g'lingiz menga o'zi shu pul shundoq ham oyga beradilar deyolmayapman-da. Men shuncha mehnat qilib, o'tda turib, tikoyoqda shuncha mehnat qilib, ukollar qilib patsientlarga menga 300 ming so'm oylik juda ham kam. Undan keyin poliklinikalarga ham borib ko'rdim, menga yoqmadi. Keyin oyijonim aytdilar, "Mayli, o'zingiz tanlang." Keyin shu bilan salon sohasida ishlab ko'raman dedim. Va salon sohasiga kirdim, chunki juda ham qiziqardim. Sochlarim постоянно oyijonim to'yga borsalar sochlarini qilib, mana shunaqa qilib yurardim. Keyin salonda ham o'zimni topmadim. 1 yil ishlab ko'rdim, lekin sentrda ham ishladim, Sergelida, Chilonzorda ishlab ko'rdim va o'zimni qanaqadir bu ishdan mazza qila olmadim, rohat ola olmadim. Va menda shunaqa narsa bo'ldiki, 24 yoshmidim, 25 yoshmidim, shunaqa ajinlar paydo bo'lish boshladi yuzimda va menda qarish protsessi boshlandi. Qanaqa jahl qilganimda peshonalarimga kelib qolardi, mana shu chiziqlarim. Keyin baribir endi o'sha payt avtobusda yurganman-ku. Men ham taksida, avtobusda yurganman. Avtobusda chiqayotgan paytim bunda oynaga qarasam, peshonam tirishtirib turgan bilan bunday yoyib olaman-da, ko'rsangiz. Keyin shunaqa qilib kosmetologga borish meni hayolimga keldi va kosmetologga bordim. O'sha paytda u so'nayotgan paytimiz edi. Yuzlarim uchun $500 ajratib qo'ygan edim, chunki kosmetologiya men uchun juda ham qimmat proseduralar hisoblanardi va men o'sha pulni yig'ib kosmetologga bordim. Shunaqangi zo'r prosedura oldimki, yuzlarim shunaqa tiniq bo'lib, hamma salonda ishlardim u paytda. Ayollar ko'rganda, "Voy, yuzingiz zo'r bo'lib qopti, nazokat, nima qildirdingiz, nimalar qildingiz?" mana shunaqa savollar bo'ldi va men o'sha paytda aytdimki, kosmetologga bordim, yuzlarimga xod qildirdim, mezoterapiyalar oldim. O'sha mash peshona sohamga ozginagina botoks surib qo'ygan. Lekin botoks deb u kosmetolog menga aytmadi, lekin yoshardim, yuzim haqiqatda yaltirab zo'r bo'ldi va men kosmetologiya yana ham sevib ketdim. O'sha yoshlik paytim esimga tushib ketdi. Keyin klientlarimdan shunaqa tushdiki, "Давайте siz meditsinskiy obrazovaniyingiz bor, 3 yil bekorga meditsinada o'qimagansiz, siz kosmetolog bo'ling, biz sizga ishonamiz yuzlarimizdan, chunki sizda ozgina bo'lsa ham ma'lumot bor shu soha bo'yicha." Aytsamki, "Yo'q, qo'rqaman, kosmetologiyani eplolmasamchi, keyin qamalib ketsamchi, birovning yuzini buzib qo'ysam, to'g'risi odamlar o'lib qolsachi" degan fikrlar menda bo'lgan. Bu narsa hammada bo'ladi deb o'ylayman, chunki men xo'jayinimga shu narsani aytganimda aytdilarki, "Yo'q, uyingda tinch o'tir, ozgina pul topsang ham unaqa shart emas." Men u joyga pul topish uchun emas, to'g'risi odamlarga yordam berish uchun desam, "Yo'q" dedilar. Keyin menda shunaqa na prinsip ketdi. "Давайте men shunaqa zo'r kosmetolog bo'lib ketaman. Xudo xolasa, o'shanda xo'jayinim men bilan uyimdagilar faxrlanishadi" dedimda. Dalsha odamlar bilan maslahatlashdim. "Ada" dedim, "Shunaqa meditsinada 3 yil o'qiganman, xabaringiz bor. Kosmetologiya sohasiga kirish sal shunaqa bo'lyapti. Menga turtki odam kerak, davay deydigan." Keyin onam bilan odamlar aytdilarki, "Davaysi qil, ichingdagi o'sha eho chiqyaptimi, qil degan." Chunki qayerga qarasam hamma aytadi, "Kosmetolog bo'ling, kosmetolog." Keyin bo'ldi, bo'laman. Chunki o'zimda ham shunaqa xohish uyg'onib ketdi. Shu kosmetologiyaga juda ham qiziqib ketdim va men 2018-yil kosmetologiyaga shogirdlikka tushdim. Ustozim Toshkentda nomer 1 juda ham zo'r kosmetologlar. Hozirgacha ham juda ham yaxshi ko'raman. Ularning bilimlari menga hozirgacha ham foyda beradi. Men ming rahmat deyman, chunki ustoz qilganni shogird qiladi deyshadi. Shuning uchun ustoz tanlashda adashish kerak emas. Va men o'sha paytda ko'pgina kosmetologlarni ko'rdim. Sentrda juda ham nomi chiqqan kosmetologlarni va hammani ko'rdim va men ustozimda to'xtadim. Nimaga to'xtadim? Men endi u paytda ularning gap so'zlariga e'tibor berdim. Birinchi o'rinda qanaqa menga talablar beryaptilar, menga nimalar o'rgatib beradilar va men o'sha narsalarni qila olmaymanmi, yo'qmi? Shularni o'rgandim va ularga shogirdlikka tushishga maqsad qildim va men o'sha borib odamlar bilan maslahatlashib Shahnoz opa kosmetologga shogirdlikka tushdim. Shahnoz opam Toshkentga hijomani birinchi o'rinda olib kirganlar. Chunki yana bitta narsa menga turtki bo'lib ketgan. Men hijoma hayotim davomida olmagan edim. 2018-yil, 2019-yil to'g'ris koronavirus boshlangan payt edi. Endi avjiga chiqayotgan paytida 2018 oxiri, 2019 boshlanishi
hammasi shunaqa bo'lgan ekan. Keyin men hijomni oldim, ishoninglar bosh og'rig'im, ko'p anaqa bo'lishim, tanamda har xil holatlar kuzatilishlari ketganidan keyin ular menga kompleks qilib o'rgataman dedilar. To есть hijomani ham o'rgataman, chiska, karbon, bular hammasi nazokat bir-biriga bog'liq dedilar va menga shu gaplari juda ham yoqib tushdi. To'g'ri aytayotdilar bir tarafdan, chunki hijomani yuzlagan ham qilsa bo'ladi. Keyin shunaqa bo'ldi. Oradan vaqt o'tdi, o'zimga bir patent ochib, YTT yurg'izishni boshladim va kosmetologiya ochdim. U joyim shunaqangi patsientlar ko'payib ketdi, ishoninglar, bitta odam yaxshi qilsanglar, keyin kelaveradi-ku, ketidan shunaqangi odamlar ko'payib ketdi va biz u joyga sig'may qoldik va kattaroq joy olib, 2 yil o'tgandan keyin, 2 yil o'tganda, o'sha 3 yil o'tganida, o'sha meni stajimga 3 yil deb bo'lganida va men kattaroq joy o'zimga ochish boshladim. Kattaroq anaqa olib, joy olib arendaga o'sha yerda kosmetologiya ochdim va hozirgacha ish faoliyatimni yurg'izaman. Ko'p narsalar sabab bo'lgan kosmetolog bo'lishimga klientlarim, ota-onamni menga bo'lgan ishonchi, oilam bo'lgan menga ishonchi. Keyin menda o'zimga nisbatan, to есть men hamshira bo'lib shuncha pul topamanmi, mehnatimni qadrladim. O'shanga yarasha pul topishni xohladim, chunki men o'sha insonga haqiqatda o'sha natijani ko'rsatib bera olishimni va meni qilgan mehnatim, o'qigan narsalarim bekor ketmasin deb men bunga keyin kosmetologiyani tanlashga qaror qildim. Chunki kosmetologiyada ham birinchidan ko'proq daromad bor edi. To есть hamshiralarga qaraganda hozir mana hamshiralarga ham bir maslahat berib o'tib ketgan bo'lardim. Agar siz haqiqatda vennalarga, yonboshlarga birinchi yordam ko'rsatishlarni bilsanglar, kosmetologiyani bemalol qo'rqmasdan boshlasanglar bo'ladi. Keyin men shu kosmetologiyada o'zimni ko'rishni boshladim. Chunki hammadan yaxshi o'tsiflar eshitishni boshladim va menda shunaqangi anaqa keldiki, men shunaqa zo'r kosmetolog bo'laman dedim va menga bunda patsientlarim yordam berishdi. Albatta sizlarning yordamingizda men hozir уже номер 1 kosmetolog bo'lib o'tiribman. Hamma kosmetologlarning ham o'ziga yarasha nimadir anaqasi bo'ladi, fokusi bo'ladi. Menda ham o'shalardan bittasi bor. Va bu soha bo'yicha malaka oshirishni boshladim. Hozirgi kunda malaka oshirishlar Toshkent bo'yicha почти hamma o'quv kurslari bormi, yangicha texnikalar, hamma narsaga bordim va Toshkentga sig'may qoldim. Hozirgi kunda Italiyada, keyin Gruziyada, Dubayda, endi yaqinda Vengriya, Budapeshtga ketyapman. Shu davlatlarda malakamni oshirdim. Qozog'istonda aytgancha hamma davlatlarda malakalarimni oshirib va hozir bundan buyog'iga ham yana malakalarimni oshirib, sizlar uchun juda ham zo'r prosolar berish. Bu menda qanaqa, mana shunaqa zo'r tarafi bo'lganki, menda podдержка qaynonam, oilam mendan pul talab qilinmagan. Shunda men hamma topgan pulimni faqat kosmetologik rivojlanishga tikib, o'zimni oyoqqa turishga yordam berganman. Chunki qaynonam ham pulimni olmasdilar, xo'jayinim ham pulimni unaqa so'rashmaydi. Shuning uchun topgan pulimni farzandlarimga o'zim chin dildan nima kam ko'sti bo'lsa qilib beraman. Xudoga shukr, alhamdulillah, kosmetologiyadan yomon bo'lmadim. Hozirgi kunda erishgan narsalarim kosmetologiya orqasidan. O'zimning shaxsiy mashinam bor, o'zimning shaxsiy YTT ham biznes, ham kosmetologiyam bor. Ham kosmetologiyaning orqasidan chet el sayohatlari ham bor, ham chet elga chiqib malaka oshiraman, ham chet elda bilimlarni olib kelaman. Juda ham zo'r kosmetologiya menga shunaqangi zo'r nima deydi, kasblarni sevib, maza qilib ishlasanglar, kosmetologiya sizlarga beraverar ekan. Agar kosmetologiyada o'sha bitta o'rgangan narsalarda, bitta metodda qolib ketadigan bo'lsanglar, unda sizlar o'sha pul bilan qolib ketaverasizlar. Lekin hech qachon bilim olishdan to'xtamasanglar, ishingizga yana yengillik kirgizsanglar, odamlarga yaxshilik qilish haqiqatda sizlarga yoqsa, shu narsa sizlarda ishingizda rivoj bo'lar ekan. Keyin insonlarni halol, masalan, roziman deb bergan pulida baraka bo'lar ekan. Shunda kam topasizlarmi, ko'p topasizlarmi, avvalambor o'sha patsientni rozi qilib olgan pulingizda baraka bo'lar ekan. Bilimingizda ham shunga yarasha bilim bo'lar ekan. Avvalambor ustozni roziligi. Ustozim roziliklari, har doim qayergadir nimadirga ketsam, ulardan duo olib, ustoz rahmat, sizni orqangizdan shunchalik bo'ldik, hamma narsalarni o'rgatdingiz deb ustozdan duo olamiz va ota-onadan albatta. Hozirgi kunda erishgan bilimlarim juda ham ko'p. Botulinum terapiya bo'yicha eng zo'r botoksda men ham ishlab yuzni qilib bera olaman deb faxrlana olaman. Hamda juda ham ko'p millionlab patsientlarimiz bor.
problemalar bilan kelishadi. Hamma har xil problema bilan keladi. Ularga ham davo topib berganman. Xudoga shukr, alhamdulillah. Hech qaysi kelib ketgan pasiyent mendan norozi bo'lmagan. Shu paytgacha hamma mendan xursand bo'lib, rahmat deb, bemalol yana podarklar bilan kelishgan. Men hozirgi kunda yana yangi metod olib kirmoqchiman. Kosmetologiya menga shunaqa energiya beradi, motivatsiya beradi. Ishlagan sarim ishlagim, klientlarni shunaqa chiroyli qilib bergim keladi va hozirgi kunda kosmetolog bo'lish qanaqa deb so'ramayotgan bo'lgan qizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Kosmetologiyada boshida где-то 1 yil sizlarga kerak bo'ladi o'sha ishlash pasiyentlar bilan. Chunki 1 yil davomida sizlarga har xil pasiyent keladi qabulinglarga. Yoshi ham keladi, qarisi ham keladi, injig'i ham keladi, ko'radigan ham keladi. Har xil odam avvalambor muomalaga qaraladi. Kelgan pasiyent sizlarga zaharlarni sochganingiz uchun kelib protsedura qildirib ketmaydi yoki biron bir muomalangiz uchun pulini to'lab ketmaydi. Har doim shirin muomala bilan tushuntirib, ko'rib qilib bersanglar, u pasiyent ham sizlar bilan как образно billa xursand bo'lib, rozi rizochilik bilan chiqib ketadi. O'sha paytda sizlarni ham malakali bo'lish kerak, malaka oshirish kerak deb o'ylayman. Hech qachon kosmetologiyani to'xtash kerak emas. Kosmetologiya bu to'g'ri, yaxshi pul keltiradi, lekin shunga yarasha bilim bo'lsagina. Agar siz yaxshi bilimga ega bo'lmasangiz, prosta tak nimadirlar o'rganib olib, anta chiqib olib kosmetologiya qilayotgan bo'lsangiz, unda pasiyent sizdan norozi bo'lib ketadi va keyingi kelgan pasiyentlaringiz sizda yillar davomida aylanmaydi. Xudoga shukr, hozir ishonsanglar, mana shu har 3 oyda, kerak bo'lsa 1 oyda ham kelishadi. Telefon qilishsa, masalan, aytishadi, "Nazokat 3 yil oldin sizga kelganman. O'sha 3 yil orasida men boshqa pasiyent qabul qilganman, lekin o'sha pasiyent yana dalsha o'zimga qaytib kelyapti." To есть menga bu motivatsiyada, что ha, deyman, mendan anaqa ko'rgan ekanlar, demak menga qaytib kelyapti shu odam. 3 yil oldin qildirgan edim, sizga uncha qildirgan edim deyshadi. Yillar davomida hali uzilmagan pasiyentlarim ham bor. O'sha endi boshlayotgan paytimda poddeshkada turgan pasiyentlarim ham bor. Haligacha ular menga ham kelishadi. Meni qabulimda sizdan boshqa kimga ishonmaymiz deyshadi. Shuning uchun ularning motivatsiyasidan men yana ham energiya olib, yana darsha malakalarimni oshirishga harakat qilaman. Hozirgi kunda shogirdlarim juda ham ko'p. Navoiyda bor, Xorazmda bor, keyin yana qayerdan aytildi-ku, yana bitta Xorazm, Vodiyda bor, keyin anaqada bor, Andijonda bor, keyin anaqa Qashqadaryoda bor. Qashqadaryoda 2 ta shogirdim bor, aytgancha shogirdlarim viloyatda hamda Toshkent shahrida bor. Viloyatdagi shogirdlarim kelib shu Toshkentda 1 oy, 2 oyda o'qib malaka oshirib chiqib ketishgan. Hamda hozir kosmetologlar ham keladi. Menga malaka oshirgani, menga shunaqa joylar ham yoqadi. Bilmagan narsaligini kelib o'rganishadi. To есть men chetdan o'rganib kelaman va Toshkentda hamda viloyatlardagi kosmetologlarga bu bilimlarim bo'lishaman. Shogirdlarim juda ham ko'p, ustoz deb kelishsa juda ham xursand bo'laman. Mana 2 yil oldingi shogirdlarim hammasi o'zimdan yoshlari katta bo'lgan, mendan sal noqulay bo'lgan, o'zimdan katta odamlarga o'rgatish, lekin hozir o'sha o'rganib ketdim. Juda ham ko'p ayollarimiz bor. O'sha paytda shogird bo'lib yuraman deb 1 yil 2 yillab kuzatib, keyin menga shogird bo'lgan qizlar bor. Hozirgi kunda ularning ishini rivojlanayotganini ko'rib, shu kosmetologiyani orqasidan biron bir narsaga erishayotganini ko'rib ham shunaqa mazza qilaman, energiya beradi. Bunda yig'ilishlarga, konferensiyalarga birga borganimizda ham shogirdlarim deb ko'rsatsam, "Voy, men bularni ko'ramanman" deb boshqa kosmetologlar to's bir-biriga fikr almashganimizda juda ham zo'r kosmetolog deb eshitganman deysa, men shogirdlarim bu deb faxrlanib qolaman. Ular ham to'xtashmaydi. Mendan olgan bilimi ularga ham yetmaydi. Ular ham chet ellarga chiqib o'qib kelishyapti. Hozirgi kunda ular ham baribir ustoz qanaqa bo'lsa, shogird ham xuddi shunga qarab intilar ekan. Shuning uchun iloji boricha bilim olishdan to'xtamayman va shu kungacha bo'lgan bilimlarimni endi noldan boshlayotgan kosmetologlarga ham o'rgatishdan hech qachon to'xtamayman. Hozirgi kunda o'zimning kosmetologiya markazim bor. Juda ham pasiyentlarga udobstvo qilib qo'yganman, chunki o'zimga shunaqa sharoit yoqadi. Qanaqa kelganida dam olib, tinchgina xona va muolaja olayotgan paytda hech kim unga xalaqit bermasligi, menga o'zimga shu udobstvo yoqqani uchun kelgan pasiyentlarni ham xuddi shunaqa udobstvo yoqadi deb sharoitli qilib qo'yganman va kelgan paytda o'sha juma hadiyalarimizni, masalan, bu narsalar o'zilishni, lekin men o'sha kelgan pasiyentlarimizga iloji boricha xizmat ko'rsatishga rosa yaxshi ko'raman va bundan faxrlanaman. Hozirgi kunda kosmetologiya bo'yicha
erishgan yutuqlarim juda ham ko'p. Instagram, YouTube, Telegram tarmoqlarini, ijtimoiy tarmoqlarni olib boraman. YouTube'da ko'proq ma'lumotlar berishim mumkin. Instagram tarmog'ida do va postli holatlari va pasiyent bizdan qanaqa otsav berayotgani haqida yaxshi, yomon fikrlarni Instagram profiliga qo'yamiz. Lekin Telegram profilimizda ko'proq kremlarimizni nimalarga ishlatilishi, qanaqa sharoitda ishlatilishi haqida ma'lumotlar beramiz va TikTok formatida ham bormiz. TikTok, YouTube, Instagram hamda Telegram kanallarimiz barcha ijtimoiy tarmoqlarimizda bormiz. Ko'proq odamlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz, chunki menga ko'proq Moskvadan ham bog'lanishadi. Moskvadan turib o'zimizning o'zbek xalqi Moskvada hamda Turkiyadan bog'lanishadi. Ularga ham ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. O'zim haqimda shunaqa qisqacha ma'lumot. Hozirgi kunga kelib stajim уже 7 yil bo'ldi. 7 yildan уже u yog'iga ketyapti. Xudo xolasa dal yana davom ettiraman. Bilim olishda to'xtamayman. Sizlarni har doim yoshartirib, hamda o'sha sizlarni qiynayotgan problemalarga o'sha yechim topishga harakat qilib beraman va sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar ham mendan xursand bo'lsanglar, davoli bo'lsanglar, men ham sizlardan juda ham minnatdorman. Menga shunchalik ishonib, o'zingizlarni topshirganingiz uchun va o'sha kerakli paytda sizlarga yordam bera olganimdan juda ham xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun juda ham kattakon rahmat. Sizlar bilan kosmetolog nazokat bo'ldi. Qisqacha o'sha o'zimni istoriyamni aytib berishga harakat qildim. Qanaqa savolinglar bo'lsa, bemalol javob beraman. Xohlasanglar shaxsiy, xohlasanglar kosmetologiya bo'yicha farqi yo'q. Faqat juda ham chegaradan o'tmagan holatda shunaqa gaplar. Yana qanaqa ma'lumotlar berishimni, nimalar xohlash kerakligi haqida men o'zimni Stranchkam bu YouTube kanalim. Iloji bo'lsa kommentariyaga sizlarga qanaqa video olib chiqilgan. Chunki ko'pincha yozganinglarda, masalan, rus kosmetologlari, Rossiya kosmetologlari ko'proq ma'lumot bergan bo'ladi. Chunki kosmetologiyada faqat ko'proq ma'lumotni bilmadim hozirgi kunda qanaqa, lekin YouTube'da ko'proq ma'lumot bersa bo'ladi. Iloji bo'lsa shu YouTube sizlar mana ko'proq ko'rasizlar, chunki sizlar YouTube kanali orqali meni kuzatyapsizlar. Instagram profilimda kuniga Instagram profilim kiradigan bo'ladi. Sizlarga to'liqroq ma'lumot nimalar haqida kerak, shularni kommentariyada yozib qoldirsanglar va meni как будто gapirgan gaplarimni qanaqadir go'rdis deb o'ylamanglar. Просто men sizlarga o'sha kosmetologiya qiziqqanim va hayotim davomi, stajlarim, shogirdlarim haqida bo'lishkim keldi. Kimlargadir bu istoriya qiziq va kimlargadir qiziq emas. Hammanglarga rahmat kattakon. Meni profilimga obuna bo'lib, bundan ham keyingi zo'r yangi videolarni hamda yana o'sha chet elga chiqqan paytlarimda nimalar o'rganganim haqida sizlarga video qo'yib boramiz. Rahmat kattakon.